Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Yana bir marta video chiqaryapmiz. Bu videomiz boya do'l yog'ildi, kuchli ko'rsatuvdik. Kuchli do'l yog'ildi deb mana do'lni yetkazgan zararini ko'rishdik. Mana barglarini titib tashabdi. Ko'rishinglar mumkin. Barglari ochilib yotibdi. Barglar titilib ketgan. Xo'sh, bundan nima xulosa chiqarish mumkin? Alloh xohlasa, balo jo'nataman desa, bir zumda balo kelishi ham mumkin. Mana hozir quyosh chiqqan. Bola ochildi. Havo birdaniga bulut bo'lib, do'l yog'ib, mana shunaqa holatga keltirib qo'ydi akamizni. Bundan anaqa tashvishga tushmaymiz, siqilmaymiz. Xudo xolasa tanalari baquvvat, bargini o'zi shikastlangan. Qarashda davom etamiz. Xudo xolasa sizlarga rezultatni olib boramiz. Hamma narsa Allohga oson. Alloh o'zi berardan qo'ymasin. Men ichkariroq kiraman hozir. Mana barglar titilayotibdi. Bargi katta edi, titilib ingichka bo'lib qolgan. Do'l qattiq yog'di, haqiqatan qattiq yog'di do'l. Katta do'l yog'di. Yong'oqdek do'l ham bor edi ichida. Do'l hazilakam yog'madi. Bu yog'imiz yerga kelgan makka. Buni ham bargi titilib yotibdi. Xudoyim ot qavmiga, samut qavmiga balo jo'nataman deganda u qavmlar ishonmagan edi. Allohga oson balo jo'nataman desa, bir zumda balo jo'natadi. Endi bugungi do'lni biz o'zimiz uchun balo demaymiz. Endi shunaqa ibrat oldimki, Allohga hamma narsa osonda. Ibrat bo'ldi shu narsalar. Sotalarimiz yaxshi. Makon poyasiga ziyon yetgan. Sotalari ikkita so'ta. Sotalariga shikast yetmagan. Tanasi baquvvat. Klamniksi makka yiqilib tushmagan. Oldin ekkan paytlarimizda so'ta solgan paytda kuchli shamol bo'lsa makkalar yiqilib tushardi-da. Keyin yerga yiqilgan makkani chimchiq yeb ketadi, ichirib qoladi. Xudoga shukr, mana makkamiz yiqilmadi. Makkalar yaxshi turibdi. So'talar hali kichkinaligini hisobiga, og'irmasligini hisobiga yiqilmagan. O'zi hamma yoq. Ko'nglim kelib ko'rganim keldi. Sizlarga ham o'zimdan o'tgan narsalarni ilandim. Xudoyimga hamma narsa oson. Hammalari bugungi hayit kuni bilan, Qurbon hayiti kuni bilan tabriklayman. Boya video chiqargandim do'l haqida, endi yana Makka haqida chiqaryapman. Bugun 27-may 26-yil. Xudo xolasa kuzatishda davom etinglar. Shu Makkamizni endi yaxshilab qarab, Xudo xolasa hali bu yaxshi natija beradi, Xudo xolasa. Bu juda katta ziyon emas. Sog' bo'linglar, hammanglar tinch bo'linglar.